Esimda 2022-yil Andijondan Toshkentga kelganim uchun ham bitta o'zim yashirdim va kuniga 10, 12, hattoki 15 soatlargacha ishlagan kunlarim bo'lgan. Deyarli to'xtovsiz, doimiy stress, doimiy bosim, charchoq juda ham katta bo'lgan. Yashash uchun umuman vaqt qolmagan desa ham bo'ladi. Tashqaridan qaraganda bu hayot mehnatkash hayotdek tuyuladi, lekin aslida ichkaridan stress, doimiy bosim va daromad siljimagan holati bo'lgan. Hozir 2026-yil. Deyarli har bitta zapuskimiz bir necha milliardlik bo'ladi. Bundan tashqari 24 yoshimda pensiyaga ham chiqdim, katta komandam bor, katta loyihalarni amalga oshiramiz. Va albatta undan tashqari oilaga, shaxsiy hayot, sayohat hammasiga vaqt yetadi. Savol tug'iladi, nima o'zgardi? Men ishlashni to'xtamadim yoki men qanaqadir dangasa ham bo'lib qolmadim. Faqatgina ishlash uslubimni to'g'ri ishlashni boshladim. Ana shu farq hamma narsani o'zgartirdi. Gap ishlashda emas, gap samarali va to'g'ri tizimli ishlashda. Ko'pchilik vaqtini ko'paytirishga urinadi. Lekin asl o'sish vaqtini emas, ta'sirini ko'paytirganda boshlanadi. Bugun meni shu nuqtaga olib kelgan 7 ta narsa haqida gaplashamiz. Va albatta videoning oxirida bitta savolga javob olasizlar. Nimaga ba'zi odamlar siz bilan bir xil ishlasa ham, lekin sizdan 10 karra ko'proq daromad topadi? Ushbu savolga javob beraman. Agar sizdan ko'proq ishlashdan to'g'ri ishlash bosqichiga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu videoni diqqat bilan tomosha qiling. Avval o'zingizga noqulay bo'lsa ham bitta savolni bering. Oxirgi 6 oy ichida daromadingiz sezilarli darajada oshdimi? Ko'pchilik bu savolda jim turadi, chunki ichidan biladi, javob yo'q. Eng achinarlisi, siz ko'p ishladingiz. Butun vaqtingizni ishga sarfladingiz, dam olishlardan ham voz kechdingiz, kerak bo'lsa, oilangizga ajratadigan vaqtingizni ham ish uchun qurbon qildingiz. Lekin daromadingiz deyarli o'zgarmadi. Go'yoki siz oldingizda bitta ko'rinmas devor bor, yugurasiz, harakat qilasiz, lekin hech qachon bu devordan o'ta olmaysiz. Bu siz yomon ishlayapsiz degani emas, yoki siz intizomsiz, erinchoqsiz degani ham emas. Ko'pincha muammo sizda emas, tizimda bo'ladi. Ayrim sohalarda chegara bor. Oyiga $1000, $1500 atrofida maksimum daromadga chiqish mumkin. Undan keyin 1000 harakat qilmay, o'sha etapda aylanib qolaverasiz. Chunki siz vaqtingizni sotyapsiz. Vaqt bo'lsa chegaralangan. Keling bitta zavodda ishlaydigan xodimni misolini olaylik. Bitta xodim kuniga 8 soat ishlab $500 daromad topishi mumkin. U xodim $1000 daromadga chiqishi uchun bo'lsa, u 2 barobar vaqtini ko'paytirish kerak bo'ladi va bu imkonsiz. O'zini qiynab kuniga 16 soat ishlab 2 barobar daromadni oshirgan taqdirda ham undan u yog'iga daromadni oshirish imkoniyati yo'q. Ya'ni 10x ga yoki 15x ga daromadni oshirib bo'lmaydi. Sababi oddiy. U inson natija emas, vaqt sotyapti. Vaqt tugagandan keyin daromad ham kelmaydi. Xuddi shu qarash o'qituvchilarning misolida ham keltirib beraman. Aksariyat o'qituvchilar O'zbekistonda juda ham katta daromad topmaydi va aksariyat vaqtlarini maktab, universitet yoki qaysidir joylarda dars berishga sarflashadi. Endi boshqa manzarani ko'ramiz. Bir inson tizim quradi yoki mahsulot yaratadi. Endi u vaqtini sotmaydi. Endi uni g'oyasi, o'zini ideyalari, uxlayotganda ham pulab keladigan tizimi bor. Farq shu yerdan boshlanadi. Bittasi o'zini vaqtini sotadi, ikkinchisi g'oya, tizim va ko'payadigan qiymat olib keladi. Patolog bilan patologsizlik orasidagi farq ham shu. Lekin bu gap hamma ishingizni tashlang, endi sohangizni almashtirishingiz kerak degan narsa emas. Avval maqsadni aniqlab olish kerak. Agar sizning maqsadingiz oyga $1000-2000 topish va barqaror hayot kechirish bo'ladigan bo'lsa va bu normal, sizga bitta model yetadi. Agar sizning maqsadingiz oyga 5000, 10000, 20-30 minglab daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz tanlagan soha va siz tanlayotgan model shunga yarasha bo'lishi kerak. Odamlarning katta xatosi, maqsad juda ham katta, lekin model kichkina. Xuddi siz Ferrari tezligidagi natijani xohlaysiz, lekin velosipedda tezligidagi mexanizm bilan ishlaysiz. Muammo motivatsiyada emas, muammo konstruksiyada. Shuning uchun o'zingizga bitta savol bering. Men tanlagan sohada men xohlayotgan natijaga chiqqan insonlar bormi yo'qmi? Bunaqa holat o'zimda ham bo'lgan. Bundan 3 yil oldin marketing ishlaganman, oyga yaxshi daromad topganman, $3-4 atrofida. Undan keyin men qanaqadir o'zimga sprint qo'yib, maksimal bor kuchimni sarflayman va oyga 10,000 daromadga chiqishim kerak degan o'zimga challenge qo'yganman va 2023-yil boshida yanvar oyida daromadim, bir oy daromadim oyga $10,000 ga chiqqan. Lekin kun bo'yi ertalabdan kechgacha proyekt, ya'ni ertalab uyg'onaman, bitta proyektga boraman, undan keyin obedgacha yana bitta proyekt, undan keyin yana ikkita proyekt, umumiy 4 ta loyiha, 4 ta komanda, men yashashga umuman vaqtim qolmagan. Va menda variant bo'lgan. Men oyiga 100,000 daromadga chiqmoqchi bo'lsam yoki 50,000 daromadga chiqmoqchi bo'lsam, marketing orqali chiqa olamanmi degan savol berganman o'zimga va benchmark qidirishni boshlaganman. Ya'ni xuddi shunaqa daromadga chiqayotgan yosh insonlar, yosh kompaniyalar bormi?
va afsuski men unaqa kompaniyani topmaganman va keyin men kengroq va patologi yuqoriroq bo'lgan zapusk yo'nalishiga o'tganman. Chunki marketingda o'zingizni xizmatingizni 10 ta, boranda 20 ta, 30 talab insonga sota olasiz xolos. Undan u yog'iga natija tushib ketadi, klientlar norozi bo'lish ehtimoli juda ham katta. Zapuskda bo'lsa, kuchli infoprodukt ishlab chiqib, kuchli kurslarni ishlab chiqib, 100 ta emas, 1000 talab insonga ham sotish imkoniyati bor va buni tizimli va natijaga olib chiqadigan holatda amalga oshirsa bo'lardi. O'shaning uchun istalgan sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizga savol bering. Sizni yo'nalishingizda siz xohlayotgan natijaga chiqqan insonlar bormi? Agar shunaqa insonlar bo'lsa, demak, bu yo'lli imkoniyati bor. Faqatgina u inson qilayotgan ishlarni siz yetarli darajada qilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, ingliz tili o'qituvchilarini olaylik. Aksariyat ingliz tili o'qituvchilar O'zbekiston sharoitida $500, $1000 daromad topishi mumkin va u kuchli ingliz tili o'qituvchisi. Ingliz tilini yaxshi biladi. Ikkinchi ingliz tili o'qituvchisi bor. Uni ham bilim darajasi deyarli bir xil, faqatgina u mediani tushunadi, Instagramni yaxshi bilishi mumkin, o'zini xizmatini yaxshiroq sota oladi, sotuv ko'nikmalari bor va shu bilimlar orqali 2000, 3000 emas, oyiga 10,000, 20,000 lab daromad topayotganlar bor. Doim ham 20 yil tajribaga ega bo'lgan IELTS instruktor yoki IELTSdan 9 olgan o'qituvchilar eng ko'p daromad topmaydi. Kimdaki richaglar ko'proq bo'lsa, o'sha qolganlardan ko'ra ko'proq daromad topadi. Bu yerda biz asosiy tushunchaga kelamiz. Bu leverage. Ingliz tilida leverage deydi, o'zbekchada richag. Juda ko'p odam bu so'zni eshitgan, lekin kam inson buni mohiyatini tushunadi va undan ham kam inson buni amaliyotda qo'llaydi. Leverage ya'ni richag bu kuch ko'paytiruvchi. Ya'ni oddiy misol aytaman. Agar sizni ko'chada katta tosh ko'rib qolishingiz mumkin va u toshni bitta borib ko'tarish imkoniyatingiz yo'q. Lekin bitta katta uzun taxta olib kelib va uzun taxtani o'sha tosh tagiga qo'yib va ozgina kichkina tagiga tosh qo'yadigan bo'lsangiz, taxtani bossangiz, u tosh avtomatik ko'tariladi. Ya'ni sizni qo'lingiz bilan ko'tara olmaydigan narsangizni bitta qisqacha urinishda ko'tarib beradigan narsa. Xuddi shunaqa bizning hayotimizda bizning ishimizni osonlashtirib beradigan, natijalarimizni bir necha barobariga ko'tarib beradigan richaglar bor va ushbu richaglarni topish bizning tez o'sishimizga va samarali ishlashimizga yordam beradi. Boylik aksariyat holatlarda ko'p ishlashdan emas, kuchliroq leveragedan keladi. Deylik, siz o'zingiz mahsulotingiz yoki xizmat turingiz bor va uni odamlarga sotishingiz kerak. O'rtacha holatda siz 1000 ta odamga sotmoqchi bo'lsangiz, har bittasi bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Har bittasi bilan uchrashuv belgilab yoki telefonda gaplashib, ularga produktingizni sotishingiz kerak bo'ladi va bu tabiiyki juda ham katta vaqt oladi va katta energiya talab qiladi. Lekin kimdir auditoriyasi bo'lsa, ya'ni sodiq auditoriyasi bor, u auditoriyasiga doimiy kontent bergan, foyda bergan va ular auditoriya insonni taniydi va u inson chiqib birdaniga o'sha 1000 ta, 2000 talab insonga o'zini mahsulotini, o'zini xizmatini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana shu richag, ya'ni leverage hisoblanadi. O'sha 1000 ta mijozga yetish uchun u bir marta yaxshi video olsa bo'ldi. Mana shu haqiqiy leverage, ya'ni richag hisoblanadi. Richagga asosiy turlari bor. Birinchisi bu mutaxassislik, ya'ni specific knowledge deydi ingliz tilida. Bu hamma qila oladigan ish emas. Oddiy inson bo'lishi mumkin, ingliz tili o'qituvchisi. Ba'ziga ingliz tili o'qituvchilar bor. Ular faqatgina tadbirkorlar uchun mo'ljallangan produkt ishlab chiqqan, tadbirkorlarga qisqa muddat ichida natijaga olib chiqib beradigan, ular bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish orqali natijani tezroq yetkazib beradigan instrumenti bor bo'lgan ingliz tili o'qituvchisi. Yoki ishini zo'r qiladigan kuchli videograf, montajyor, istalgan mutaxassis bo'lishi mumkin. Va aksariyat insonlarda tabiiyki mutaxassisligi bor. Ikkinchisi bu auditoriya. Auditoriya deganda faqatgina podpисчик nazorat qilmayman. Bu sizni taniydigan, sizni doimiy kuzatadigan, kontentlaringizni, qadriyatlaringizni, kimligingizni biladigan va sizga ergashadigan auditoriyani nazorat qilyapman. Bir insonni eshitgandim va bunga 100% qo'shilaman. Agar kimdadir 1000 ta sodiq auditoriyasi bo'lsa, u hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Bu qanaqa ishlaydi? Deylik, sizni kuzatadigan fanat bo'lgan 1000 ta inson bor. Men Telegram blog yuritaman. O'sha Telegram blog ichida o'zimning fikrlarimni sizlar bilan kommunikatsiya qilaman, gaplashaman va menga oyiga $10 dan to'laysiz desangiz, u insonlar sizga to'layotgan summasi $10,000 bo'ladi. Albatta, 1000 ta fanat auditoriya yig'ish uchun sizda kamida 10,000, 20,000 ta sodiq auditoriya bo'lishi shart. O'zingiz ham e'tibor bering, kimlarnidir kuzatasiz, ularni hurmat qilasiz, ularning doimiy kontentlarini o'qiysiz va u sizga qanaqadir taklif bersa, o'zini produktini taklif qiladigan bo'lsa, katta ehtimoldan o'ylanmasdan sotib olishingiz mumkin. Chunki siz u insonga ishonasiz. Sizda ham auditoriya bo'ladigan bo'lsa, sizda ko'proq imkoniyat va ko'proq ishonch bo'ladi. Uchinchisi bu kapital. Tabiiyki, kimda ko'proq kapital bo'lsa, kimda ko'proq pul bo'ladigan bo'lsa, unda imkoniyat
ko'proq bo'ladi. Ya'ni deylik ikkita inson bor, birinchisida kapitali bor, u biznes boshlash ancha osonroq bo'ladi. U tezroq qaysidir muammolarni pul bilan hal qilish imkoniyati bo'ladi yoki ko'pchilik vaqtini sarflaydigan narsalarni aynan o'sha pul berish evaziga tezroq amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Yoki kapital orqali passivniy daromad manbalarini yaratib qo'ysangiz, siz hattoki ishlashingiz ham shart bo'lmaydi, daromad o'zi kelishi mumkin. Keyingi leverage bu sizning networkingiz, ya'ni siz atrofingizdagi insonlar, sizni taniydigan, sizni hurmat qiladigan va sizga ishonadigan investorlar bo'lishi mumkin, tadbirkorlar, boshqa mutaxassislar bo'lishi mumkin. Kimda ko'proq kuchli network bo'ladigan bo'lsa, u ishlarni tezroq hal qilishi, yaxshi ma'noda aytayapman bu narsani, qanaqadir yomon ma'noda emas, tezroq hal qilishi, tezroq qaysidir darajaga ko'tarilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun atrofimizda yaxshi kuchli insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu ham bizga imkoniyatlarni ko'paytirib beradi. Misol uchun, eng ko'p millionerlar odatda bu noldan chiqqan millionerlar bo'lmaydi. Aksariyat holatda boy insonlarning farzandi yoki o'sha tadbirkorlarning farzandlari bo'ladi. Nima uchun? Chunki uni yoshligidan leveragelari ko'p. U boshqa qaysidir tadbirkor, qaysidir boshqa millionerlar bilan imkoniyatlari bo'ladi. Ularga chiqish imkoniyati, ulardan maslahat so'rash, ular bilan ishini tezroq bitirish imkoniyati bo'ladi. Shuni hisobiga ham unda baribir noldan chiqqan insondan ko'ra imkoniyat kattaroq bo'ladi. Mana atrofimda tanishlarim orasida 100 dan ortiq oyiga $10,000 ko'p daromad topadigan insonlar bor. Qaysidirlari 100 ming, 200 ming topishi mumkin. Qaysidirlari 10-15 ming topishi mumkin. Eng qizig'i, ularning orasida tadbirkorlar bor, ularning orasida blogerlar bor, ularning orasida ingliz tili o'qituvchilari bor, ularning orasida videograflar bor, marketing mutaxassislari bor, sotuvchilar bor. Chunki katta daromad topish uchun har doim ham tadbirkorlik bu birinchi variant emas. Agar kuchli mutaxassis bo'lib turib, qo'shimchasiga leveragelarni ko'paytirish orqali daromadni kengaytirish imkoniyati bor. O'zingizga o'sha savolni berib ko'ring. Men tanlagan sohada real patolog bormi, yo'qmi? Men tanlagan sohada men xohlagan natijaga chiqqan inson bormi, yo'qmi? Men faqat vaqtimni sotyapmanmi yoki leverage quryapmanmi degan savolga javob beradigan bo'lsangiz, bu birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Shu uchta savolga o'zini aldamasdan javob bergan inson ko'pchilik ko'rmaydigan daromad manbalarini, imkoniyatlarini ko'rishni boshlaydi. Ikkinchi prinsip bu to'g'ri toollardan, ya'ni instrumentlardan foydalanish. Bundan bir necha yil oldin men hamma narsani o'zim qilishim kerak, mendek hech kim qila olmaydi, hamma narsaga o'zim javob berishim kerak degan fikrda bo'lardim va rostdan hamma narsaga bor fokusimni tashlab o'sish imkoniyatlarini ko'rmaganman. Tashqaridan bu mas'uliyat bo'lib ko'rinadi. Aslida bu noto'g'ri boshqaruv bo'lgan. Natija oddiy. Kuniga 12-15 soat ishlardim, lekin bir xil narsani qayta-qayta takrorlaganman. Daromad ham, o'sish ham bir xil etapda qotib qolgan. Keyin bitta narsani tushunganman. Agar kimdir men qilayotgan narsani 100% emas, 80% qiladigan bo'lsa, men u ishni topshirishni boshlaganman. Chunki hayotda har bir ish mukammal bo'lishi shart emas. 80% o'zi yetarli hisoblanadi. Siz qolgan vaqtingizga ko'proq o'zingiz ishlash, yangi takrorlanmaydigan vazifalarni olish orqali o'sishingiz mumkin bo'ladi. Biz bilan bitta paytda yoki bizdan oldin media sohasi, marketing sohasiga kirgan insonlar bor. Ular haligacha bitta proyekt bilan ishlaydi va daromadi $1000-2000 atrofida qotib qolgan. Ular kam ishlamaydi, ular yetarli darajada ishlaydi. Komandasi bor, lekin eng katta xatosi hamma ish o'zim olishim kerak. Strategiyani o'zim yozishim kerak, kontentni o'zim yozishim kerak, syomkaga o'zim borishim kerak, videolarni o'zim olishim kerak deydida, bor fokusini, bor vaqtini faqatgina takrorlanadigan ishlarga sarflab qo'yadi. Tashqaridan turib fikr olmaydi, o'sish nuqtalarini qidirmaydi, yengilliklarni loyihalariga qo'lla olmaydi. Shuning uchun ham katta ehtimol bilan shu etapda qolib ketadi. Qaysidir mutaxassislar bor, sohaga kirganiga kam bo'lishiga qaramasdan, u tezda ishlarni qiladi. O'zi qilayotgan ishlarni shogirdlariga, PMga, boshqa odamlarga topshiradi va o'zi yangi kattaroq vazifalarni olishni boshlaydi va tezda o'sib ketadi. Misol uchun hozir shunaqa davrda yashayapmiz. AI, ya'ni sun'iy intellekt juda ham ko'p vaqtimizni tejab berishi mumkin. Juda ham ko'p zadachalarimizni qilib berishi mumkin holatdamiz. Oldinlari bir necha soatlab vaqtingiz ketadigan zadachalarni hozir AI 3-4 minut ichida siz o'rningizga bajarib berishi mumkin. Kichkina magazin ochib 10 yillardan beri o'sha magazinni yurgizadigan insonlarni taniyman. Ular hamma ishni o'zi qiladi. Ular o'zi narsalarni buyurtma qiladi, o'zi sotadi, o'zi hisob-kitobini qiladi, o'zi o'sha magazinni ochib, o'zi yopishgacha boradi. Va u inson 10 yil davomida faqatgina bir xil ish qildi va bir xil daromad topdi. Qaysidir inson bo'lsa, ishni boshlaydi, avvaliga o'zi qiladi hamma narsani, keyin yoniga shogird oladi, shogirdiga qaysidir vazifalarni beradi, o'zi yangi filial ochish, assortimentlarni ko'paytirish, onlaynga chiqish haqida o'ylaydi va ikkala inson orasida 5 yil muddat ichida yer bilan osmonchalik farq bo'ladi. Shuning uchun siz ham qilish mumkin bo'lgan ishlarni boshqa insonlarga berib,
sizdan boshqa inson qila olmaydigan ishlarni o'zida olib qolishingiz kerak bo'ladi. Doimiy takrorlanadigan, vaqt oladigan ishlarni boshqalarga topshirsangiz, sizni yarim vaqtingiz tejaladi. Qolgan yarim vaqtda bo'lsa, to'g'ri rejalashtirish orqali yana ham samaraliroq qilamiz. Ko'pchilik kuningni rejasini qil, kalendar ishlat, yozib yur degan maslahatlarni juda ham ko'p eshitgani uchun oddiy sanaydi. Lekin ishoning, bu oltinga teng maslahatlar. Men o'zim 3-4 yildan beri bu narsani qo'llayman. O'zimda kalendar bor va har kunim oldindan yoziladi. Bu nimaga yordam beradi? Agar siz miyangizga bir kun oldin rejani qilsangiz, ya'ni ertaga men ertalab soat 5 da uyg'onishim kerak. Uyg'ongandan keyin menda zavtrak, undan keyin sportim bor va ishim bor deb aniq kalendar orqali kunni blok qiladigan bo'lsangiz, miya uxlayotgan paytda bunga tayyor bo'ladi. Bu isbotlangan narsa, ya'ni hech qanaqa psixologik narsa emas. Miyani ishlash formati shunaqa. Unga siz qanchalik ko'p zadacha bersangiz, qanchalik unga bosim bersangiz, miya shuncha narsani ko'tara oladi. Lekin sizda ideyalar juda ham ko'p. Qilishingiz kerak bo'lgan ishlar tiqilib yotibdi, lekin uni aniq rejalashtirmagansiz, qachon qilishingiz kerakligini aniqlamagansiz va bu oylab, hattoki yillab qolib ketishi mumkin. Birinchi eng muhim instrument bu kalendar ishlating. Bu Google kalendar bo'lishi mumkin yoki Apple kalendar bo'lishi mumkin va kalendarni oldindan rejasini tuzing. Meni holatimda menda taxminan 1 haftalik kalendarim oldindan rejalashtirilgan bo'ladi. Meni uchrashuvlarim, men qachon syomka qilishim, qachon komandaviy uchrashuv bo'ladi, qachon men aytaylik kazdeva o'tkazishim mumkin, hammasi oldindan rejalashtiriladi va bloklangan bo'ladi. Kimdir menga aytsa, "Humoyun ertaga ko'rishaylik" yoki "Humoyun aka oldingizga borsam bo'ladimi?" degan insonlar bo'ladigan bo'lsa, men katta ehtimol bilan 1 haftaning ichida bu narsani imkoniyatini qilmayman. Va muhimi, men o'zimni prioritetlarimni birinchi o'ringa qo'yaman. Ikkinchisi bu to-do ishlating. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni kunni boshida ishxonaga kelgandan keyin nima ishlarni bajarishingiz kerak? Bu odatda bizni hamma ishlarni bir kunda qilishga harakat qilamiz va oxir-oqibat bir hafta 10 kun o'tgandan keyin hech qaysisi bajarilmagan bo'ladi. Meni holatimda qanaqa ishlayman? Kun davomida faqatgina bitta yoki ikkita katta zadacha olaman. Va qolgani yana 4 ta 5 ta kichkina zadachalar. Bu nima degani? Men bir kunda deylik ham syomka qilib, ham qanaqadir YouTube ga ssenariy yozib, ham qanaqadir strategiyani ustida ishlab va yangi proyekt ola olmayman. Bularning hammasi katta zadachalar va bir kun ichida bularni 3-4 tasini qilishga imkoniyati yo'q. Kuniga 2 ta katta zadacha va iloji bo'lsa bu kunning birinchi qismida, ya'ni uyg'ongandan keyin ishni boshlash etapida uchrashuvlar bo'lmaydi menda, faqatgina hech kim xalaqit bermaydigan va o'zim o'tirib 1 soat, 2 soat, 3 soatlab o'tirib ishlaydigan muhim vazifalarni bajaraman. Kunning ikkinchi, uchinchi qismlarida bo'lsa, uchrashuvlar, mayda vazifalarni bajarish bilan kunim o'tadi. Va aynan rejalashtirish meni ishimni bir necha barobarga samarali qildi. Undan tashqari o'zimga, oilamga, atrofimga, hobbilarimga vaqt ajratishga yordam berdi. 3-prinsip, leverage kengaytiradigan bilim o'rganish. Ko'pchilik bilim o'rganayotganda ikkita katta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi, faqatgina o'zining yo'nalishi bo'yicha bilim o'rganadi va undan tashqariga umuman chiqmaydi. Deylik, ingliz tiliga tayyorgarlik ko'rayotgan inson IELTS 7 olish u uchun yetarli. Butun istalgan dunyo universitetiga kirish uchun. Lekin u IELTS 9 olish uchun qo'shimcha 1 yoki 2 yillab vaqtini sarflab yoradi. U vaqt o'rniga u matematika, fizika yoki AI shunga o'xshagan yo'nalishlarni o'rganish mumkin. Bu narsa o'qituvchilarda ham kuzatiladi. IELTSdan 8.5 yoki 8 bo'lgan inson, kuchli o'qituvchi 9 olish uchun borini sarflaydi, yillab vaqt ketadi. Aslida u inson o'sha IELTS natijasi bilan birgalikda qo'shimcha mediani, shaxsiy brend, auditoriyani kengaytirish, metodologiya, dars o'tish, odamlarga fikr yetkazib berish bo'lgan ko'nikmalarni o'rganadigan bo'lsa, unga qo'shimcha leverage bo'ladi va daromadi ham tabiiyki oshishiga yordam beradi. O'rganishga mukkasidan ketib qolish. Ba'zi insonlar bor, faqat o'rganadi, faqat kurs sotib oladi, yangi bilimlar, yangi nima chiqsa o'sha narsani o'rganadi, lekin amaliyotda umuman qo'llamaydi. Bu narsa hech qanaqasiga foyda bermaydi. Sizni miyangizda bilim bor, hamma narsani tushunasiz, hamma narsani o'qisangiz bilasiz, lekin amaliyotda hech nimani qo'llamaysiz. Bu narsadan ham qochish kerak. Eng muhim narsa bu sizga hozir kerak bo'ladigan, hozir qo'llashingiz mumkin bo'lgan va sizga leverage olib kelib beradigan bilimlarni o'rganish va sirazi qo'llaysiz va natijasini ham ko'rishni boshlaysiz. O'rganish eng tez yo'li bu albatta tayyor tajribani sotib olish. Agar imkoni bo'lsa, bu birga bir shogird tushib, birga bir oldida yurib o'rganish yoki qaysidir o'sha siz erishmoqchi bo'lgan natijaga chiqqan insonlar yoki shunga o'xshagan kurslar, programmalarni sotib olish. Men o'zim bu narsani har doim qo'llayman.
Misol uchun menga komandamni kengaytirayotgan edim va boshqaruv bo'yicha bir nechta savollar bor edi, bir nechta qiynayotgan muammolar bor edi. Va shu bo'yicha bozordagi eng kuchli bo'lgan insondan boshqaruv bo'yicha kurs sotib oldim va ushbu kurs o'qigandan keyin men qiynayotgan hamma muammo yechim oldim va 2 oy ichida bu narsalarni olgan bilimlarimni komandamda qo'lladim va natijasini tezda ko'rish boshladim. Ya'ni men 2-3 yillab sarflashim mumkin bo'lgan vaqtda 2 oylik kurs tezroq qilishimga yordam berdi. Men bilimim uchun 50 ming dollardan ko'proq pul sarflaganman va bu men uchun eng katta va eng tez qaytadigan investitsiyalardan bo'lgan. Eng tez leverage'ingizni ko'taradigan bilimlarni o'rganing va ularni tezda amalda qo'llang yoki tayyor tajribalarni sotib oling. Bizda 4-prinsip bu fikrlash uchun vaqt ajratish. Bu gap juda oddiy eshitiladi. Shu qadar oddiyki odamlar hattoki uni qadriga ham yetmaydi. Holbuki bugun eng kam bajariladigan, shunga qaramasdan eng muhim ishlardan biri aynan shu to'xtab, o'tirib, chuqur o'ylash. Ko'pchilik shunchaki yashaydi. Ertalab uyg'onadi, ishga boradi, ovqatlanadi, kech payt charchab keladi, uxlaydi va yana xuddi shunaqa hayot tarzida 10-20 yillab umrini o'tkazib yuboradi. Harakat ko'p, shovqin ko'p, bandlik ko'p, lekin aniq bir yo'nalish yo'q. Odam ko'pincha hayotini o'zi tanlab yashamaydi. Jamiyat nima desa, o'shanga qarab yuradi. Atrofdagilar nima normal deb hisoblasa, o'shani normal deb hisoblaydi. Kim qanaqa yo'l ko'rsatsa, o'sha yo'ldan yuradi. Keyin yillar o'tadi. Bir o'tirib, o'zini orqadagi hayotiga qaraydi. Nimaga men o'zim xohlagan hayotda emasman? Nimaga men o'zim xohlagan joyda emasman deb savol beradi o'ziga. Eng achinarlisi bu savolga javob ham topilmaydi. Nimaga? Chunki odam to'xtab, chin ma'noda o'ylab ko'rmagan. Bitta zanjir eslab qoling. Natijalar harakatdan keladi. Hamma harakatimiz bu fikrlashdan keladi. Fikrlash bo'lsa, o'tirib o'ylashdan keladi. O'tirib o'ylashga bo'lsa, bizga alohida vaqt kerak bo'ladi. Biz shunaqa shovqinli zamonda yashayapmiz, bizda o'tirib o'ylashimizga imkoniyat yo'q. Ertalab uyg'onamiz, telefon, undan keyin ishga boramiz, jamiyat ichida bo'lamiz, yana telefon. Umumiy holatda bizani o'zimiz bilan o'zimiz qoladigan joyimiz kam bo'ladi. O'ylab ko'rganmisiz, nimaga sizda dush qilayotganingizda yoki qo'pol bo'lsa ham aytaman, hojatxonada g'oyalar kelish boshlaydi, yangi ideyalar kelish boshlaydi. Chunki siz o'tda telefonsiz bo'lasiz. Chunki siz o'tda o'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz. Dush qabul qilayotganingizda boshqa narsa xayolingizda bo'lmaydi, faqatgina o'zingiz bilan suhbat qilasiz. Va biz hayotimizda muhim qarorlarni qilish uchun, yangi g'oyalarni, yangi ishlarni amalga oshirishimiz uchun albatta o'zimiz bilan o'tirib fikrlashimiz, o'ylashimiz kerak. Bu narsa oddiy boshlanishi mumkin. Bitta xonaga kirasiz, kuniga 10 minut, 15 minut atrofida. Iloji bo'lsa qorong'u xona, hech kim bo'lmasligi kerak. O'tirasiz, o'ylaysiz. Nimani o'ylashingiz ahamiyatsiz, miyani bo'sh tashlaysiz, miya o'zi o'ylashni boshlaydi. Bu qo'rqinchli bo'ladi bosh. Lekin buni amaliyotda boshlaganingizdan keyin shunaqa zo'r ideyalar kelishni boshlaydi. O'zingizni qiynayotgan muammolaringizga yechim topasiz. O'zingiz oilaviy, ishdagi qaysidir xatolaringizni ko'rishni boshlaysiz. Imkoniyatlar chiqishni boshlaydi. Buni bir hafta, bir oy amaliyotda qo'llaganingizdan keyin umuman boshqa odamga aylanasiz desam ham bo'ladi. Instagramda ba'zi insonlar izoh yozishadi, o'sha oyiga 5 ming, 10 ming daromadlar haqida gapirilayotgan bo'lsa, bu erta, bunaqa narsa qilib bo'lmaydi, bu haloldan topmagan degan shunga o'xshagan kommentlar ko'radi va bu insonlarni ko'rsam to'g'risi achinaman. Chunki bu insonlar shunaqangi tor doirada fikrlaydi, o'zi ishonmagan, o'zi ko'rmagan narsani umuman imkonsiz deb o'ylaydi. Imkonsiz deb o'ylagandan keyin shunga yarasha harakat ham bo'lmaydi, harakat bo'lmagandan keyin natija rostdan ham bo'lishi imkonsiz. Shuning uchun ham ba'zi odamlarni kambag'allik emas, tasavvur kambag'alligi to'xtatib turadi. Men o'ylayman, hozirgi kun, hozirgi davrda hammada imkoniyat bir. Ya'ni biz hozir internet davridamiz. Biz hozir media davridamiz. Biz hozir istalgan ma'lumotni istalgan holatda birinchilardan bo'lib olish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni Garvarddagi, Oksforddagi leksiyalar hozir internetda bor. Istalgan kursni, istalgan bilimni olish imkoniyatingiz bor. Va ishonchim komil, dunyoning istalgan qismida, hattoki O'zbekistonda ham birinchi 5 yil, 10 yil millionlab dollarlarni ishlab topish uchun yetarli deb hisoblayman. Lekin buni ko'rish uchun boshqacha ko'z kerak. Oddiy ko'z emas, o'ylaydigan ko'z. Shovqindan chiqib, masofadan ko'ra oladigan ko'z. Muammolar ichidan imkoniyat qidirib topa oladigan ko'z. Bunaqa ko'rish bo'lsa faqat bitta holatda paydo bo'ladi. O'tirasiz, o'zingiz bilan o'zingiz vaqt ajratasiz, suhbat qilasiz, fikrlaysiz, g'oyalar kelishni boshlaydi. O'zingizga oddiy savollarni berishdan boshlang. Men hozir qayerdaman? O'zi meni rejalarim qanaqa? Men qayerga qarab ketyapman? Hayotda nimalarga erishdim, nimalarga erishmadim? Qaysi yaxshi odatlarim bor, qaysi yomon odatlarim bor? Mana shunaqa yashashdaman, 20 yildan keyin qayerga qarab boraman? Men atrofimda kimlar men uchun foydali, kimlar keraksiz? Bunaqa savollar yuzlab, bunaqa savollar internetdan ham topsiz bo'ladi. Lekin buni o'ylab, o'tirib, analiz qilish uchun faqatgina siz bo'lishingiz kerak.
O'ylash bu bekorchilik emas. O'ylash bu ish. Odatda eng muhim ish. Shuni tushunib yetsangiz, 5-prinsip ham qanchalik muhimligini tushunib yetasiz. 5-prinsip bu deep work. Savol tug'iladi. Qanaqa ishlash kerak? Ko'pmi, tezmi, uzoqmi? Meni kuzatishim shuki, odamni oldiga siljitadigan narsa bu bandlik emas. Bu to'g'ri ishlash. Uni nomi deep work. Bu tushunchani Cal Newport ilmiy o'rgangan. U haqida kitob ham yozgan, deep work deb. Men bu narsani o'zim tajribamdan kelib chiqib, boshimni hamma joyga urish orqali o'rganganman. Va amaliyot ham, ilm ham bitta nuqtada uchrashdi. Eng katta natija bo'lingan e'tiborda emas, jamlangan e'tiborda bo'ladi. Deep work bu chuqur, uzluksiz, to'liq e'tibor bilan ishlash tizimi. Faqat siz va bitta muhim vazifa. Shunaqa holatda miya yuzada yurmaydi, masalani ichiga kiradi va aynan natija ham masalani ichiga kirgandagina bo'ladi. Ikkinchi prinsipda aytib o'tdim, men kunning birinchi qismiga asosiy vazifalarni qo'yaman. Endi o'sha asosiy vazifalarga men deep work qilaman. Bu qanaqa holatda bo'ladi? Telefonlarni yig'ishtirib, iloji bo'lsa hech kim xalaqit bermaydigan joyda, iloji bo'lsa Telegramni ham o'chirib qo'yib, faqatgina bor fokusni bitta narsaga qaratish orqali. Agar sizni chalg'itadigan SMSlar, chalg'itadigan Instagram yoki xabarlar keladigan bo'lsa va diqqatingizni bitta joyga jamlolmaydigan bo'lsangiz, bu deep work hisoblanmaydi va bundan natija olmaysiz. Kuniga inson ko'p deep work qila olmaydi, ya'ni kuniga 8 soat, 10 soatlab deep work qilish imkoniyati yo'q. Aksariyat insonlar buni 2 soat, 4 soat atrofida qiladi. Tasavvur qiling, agar siz kuniga 1 soatdan deep work qilishni boshlaydigan bo'lsangiz, ishingizdagi natija 1 oydan keyin umuman boshqacha bo'lishni boshlaydi. Oldin men kunning birinchi qismiga mayda zadachalarni qilish tezroq bo'lgan, undan tashqari uchrashuvlarni ko'pini kunning birinchi qismiga qo'yardim va eng asosiy ishlarni bu kunning ikkinchi qismi yoki kech paytga qo'yardim. Va aksariyat holatlarda men ertalab energiyamni sarflab, kech paytga borganda energiyam yetmas edi eng katta va eng muhim bo'lgan ishlarga. Shu tariqa ba'zi ishlarim 1 oylab, 2 hafta, 3 haftalabga cho'zilib ketardi va natija juda ham sekin bo'lgan. Keyin aynan ushbu deep workga umuman miyani qanaqa ishlashini o'rgangandan keyin kunning birinchi qismini faqat o'zim uchun, faqat eng muhim bo'lgan ishlar uchun va deep work uchun ajratdim va kunning ikkinchi, uchinchi qismlarini uchrashuvlar va boshqa ishlarga sarflashni boshladim. Bu ilmni chuqurroq o'rganish uchun aynan deep work o'zbek tilida ham bor, o'sha kitobni o'qishni tavsiya qilaman. 6-prinsip yo'q deyishni o'rganish. Bu haqida juda ham kam gapiriladi. Lekin aynan shu odat eng ko'p vaqtni, kuchni va energiyani saqlab qoladi. Chunki odam faqat katta xatolar emas, mayda chalg'itishlar ham orqaga tortadi. Bir marta uchrashib olaylik, mana shu narsaga javob beting, bir ko'rishib gaplashaylik, menga yordam bera olasizmi degan juda ham ko'p iltimoslar, mayda so'rovlar orqali biz o'zimizning prioritetlarimizni yo'qotib qo'yamiz va o'zimizga kerak va muhim bo'lgan ishlarni qoldirishimizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik yo'q deyishdan qo'rqadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar kimnidir xafa qilib qo'ymay, har safar o'sha mayli deydi-da va oxir-oqibat bu narsa bir hafta yoki bir oyda sizni kerak bo'lsa 30-40% vaqtingizni sarflab qo'yishingizga, katta energiyangizni sarflab qo'yishingizga olib kelishi mumkin. Va bu siz sarflagan muddat sizni muhim bo'lgan, sizni o'stirishi mumkin bo'lgan ishlardan to'sib qo'yadi. Va oxir-oqibat meni vaqtim yetmayapti, men bu ishlarni qilishga, yangi loyihalarni qilishga ulgurmayapman degan o'zingizda fikrlar paydo bo'lish boshlaydi. Aslida bu yerda sizda vaqt yetmaganligida emas, aslida siz keraksiz bo'lgan narsalarga yo'q deya olmasligingizda bo'ladi. Men sizni odamlarga yordam bermay, hammaga yo'q deng, faqat o'zingizni o'ylang demoqchi emasman. Siz tushunishingiz kerak. Boshida siz o'zingizni o'stirish, ko'proq odamlarga, o'sha insonlarga yordam berishingiz uchun ham siz birinchi o'zingizga vaqt sarflashingiz kerak. Birinchi o'zingizni prioritetga qo'yishingiz kerak. O'zingiz yaxshiroq daromadga chiqasiz, o'zingiz ko'proq o'sasiz, shundagina qolganlarga yordamingiz kattaroq masshtabliroq bo'ladi. Yo'q deyish bu qo'pollik emas. Yo'q deyish bu o'zingizni hurmat qilish. Shuning uchun aksariyat holatlarda yo'q deyishdan qo'rqmang. 7-prinsip to'g'ri muhitni tanlash. Siz bitta gapni aniq eshitgansiz. Sana do'stlaring kimligini ayt, men sen kimligini aytaman degan. Bu shu qadar to'g'ri gapki, men hayotimda bir necha marta buni guvohi bo'lganman. Men 15-16 yoshimda maktabni bitirib, kollejga kirgan paytimda repetitorga qatnashni boshlaganman va atrofimda juda ham betayin, faqatgina hayoti o'yin, PlayStationlardan iborat, hayotida aniq maqsadi yo'q, ilm olmaydigan okrujeniyga tushib qolganman va 3 yil umrim men ham xuddi shunaqa insonlarning davrasida bo'lganman va hayotimda o'sish bo'lmagan. Ya'ni maktabdan keyin va kollej butun muddati faqatgina ingliz tilini qanaqadir 2-3 bosqichini tugatish bilan o'tgan.
Keyin universitetga Xitoyga kirishga majbur bo'lganman. Xitoyda o'qish muddatimda shunaqa darajada atrofimda insonlar bo'lgan, ular ertalabdan kechgacha faqat o'qishadi, faqat o'zini ustida ishlashadi. Dunyo qarashi keng, ko'p bilim oladigan insonlar. Va tabiiyki, men ham ularga qo'shilishni, ulardan o'rganishni, ularga qarab ko'proq bilim olish, o'rganishni boshlaganman. Keyingi bosqichda bo'lsa, bu media sohasiga kirib, media sohasida o'sish etapim. Bundan taxminan 3 yil oldin bitta klub tashkil qilganmiz va o'sha klubda media sohasidagi bolalar, endi mana shu sohaga kirgan, harakat qilayotgan, o'sayotgan bolalar yig'ilgan. Taxminan 10-15 ta inson bo'ladigan bo'lsa, aynan 3 yil o'tib, shu bolalarni 80-90% juda ham tez o'sgan va hammasi o'zining sohasida liderlar, juda ham daromad taraflama, reputatsiyasi taraflama, bilimi taraflama bozorda o'rnak bo'ladigan insonlarga aylanishgan. O'zingizga ham savol berib ko'rishingiz mumkin. Atrofingizdagi insonlarning ta'sirini, ya'ni siz atrofingizda agar ichib chakadigan insonlar bo'lsa, katta ehtimol bilan siz ham shu ishlarni odatlanib boshlaysiz. Siz atrofingizda hamma sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, siz ham qaraysizda sportga chiqishni boshlaysiz. Siz atrofingizda qanaqadir sun'iy intellekt, AI yoki de marketing shu bilimlarni o'rganayotgan, daromad taraflama o'sayotgan insonlar bo'lsa, siz bitta joyda o'sib tura olmaysiz yoki ulardan uzilishingiz kerak. Sizni ular tark etishadi yoki siz ham ularga qo'shilib o'sishni boshlaysiz. Atrof ko'p narsani hal qiladi. Yaxshi, kuchli o'sayotgan insonlarning davrasida bo'ling. Ular o'zi sizni tortishadi. Muhit sizni yana ham tezroq o'stiradi va natija siz kutgandan ham tezroq bo'ladi. Men bundan oldin aytgan 6 ta prinsipni faqat o'zingiz yolg'iz bo'lib, hammasini amalda qo'llashingiz juda ham qiyin. Lekin hammasini qo'llaydigan hamjamiyatda guruhda bo'lsangiz, bu narsalarni qo'llashingiz osonroq bo'ladi va natija ham tezroq bo'ladi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu ham sizni navbatdagi foydali videoingiz bo'lib qolmasligi kerak. Albatta o'tirib, ushbu 7 ta prinsiplarni ko'rib, ularning har bittasini qanaqa qilib hayotingizga qo'llashni, aniq rejalarni tuzib, harakatni boshlashingiz kerak. Buni nazariyadan kelib chiqib gapirmadim. O'zim amaliyotda qo'llagan, o'zim o'sha leveragelarni hayotimda qo'llash orqali natija ko'rgan narsalarni sizlarga aytdim. Menga soha bo'yicha eng ko'p leverage bergan yo'nalish bu zapusklar. Men bu bo'yicha bepul 6 soatlik darslik tayyorlaganman. Bu yerda zapusk o'zi nima, qanaqa qilib ekspertlar yoki o'sha prodyuserlar mana shu yangi leverage o'rganish orqali daromadini oshirish mumkinligi bo'yicha aniq roadmaplarni tuzib berganman. Aynan zapusklarni to'liq o'rganishni xohlasangiz, video tagidagi havola orqali ushbu darslikni tekinga ko'rsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman.